Avg'oni nima deyman ha? Aka bu necha pul bo'lyapti akama bu? Necha pul bo'lyapti aka? 4 million bo'ldi. 4 million savdosi. Necha pul bo'lsa deyapsiz? 5 deyapman. 5 deyishyapti akamiz mana akalar. 1 metr bo'ylari chiqib qoladi indamasdan. Taka juda katta taka. Qancha chiqdi? Panjiga chiqdi panjiga. Gap yo'q. Zo'r. Taka ekan buni qaranglar. Aka nomer aytamizmi qiziqqanlarga? Nomer aytamiz. Ayting. 99. 99lik necha? 927 1683 a? Akalar 1 metr indamasdan chiqardi aka bo'ylari. Takani. Zotalaman deganlar bo'lsa. Ha, boqsa lekin ha, u dahshat bo'ladi lekin. Haqiqatda zo'r taka ekan. Davom etamiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bandixonali Shamimol bozoridan video syomkalarni boshladik. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Kommentariyaga Telegram kanalimizni manzilini yozib ketamiz aka. Ha, obeddan keyin chiqadi. Kommentariyaga Telegram kanalimizni manzilini yozib ketamiz. Yozuv ustiga bitta bosib, o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda ham mol, qo'y savdolari uydan chiqmasdan turib amalga oshirsangiz bo'ladi. Rasmi? Aka necha pul bo'lyapti savdosi? 3600 mi? Ikov. Yo, bittasimi? 3 million 600 mana shunsa. 3 million 600 Qo'chqor qo'zi. Zo'r. 4 million deyapti. Nega 4 million deyapti? Barakasini bersin. Zo'r. Bunisi-chi? Buni savdo qilmadi. Barakamiz. Mana takani qarang. Surxon Shamol aka. Barakasini bersin. Davom etamiz. Mana. Qo'zilar bor bu yerda. Aka bu qo'zilar necha pul bo'lyapti aka? Necha pul bo'lyapti? 7 million. Yo, narxini aytib yuboring. Bilmaysizmi? Bu necha pul bo'lyapti aka bu o'g'loq qo'zilar? Bor yoqdan yapsa, bir yoqdan yapsa. Yo, mana ko'rib turibsiz-ku bu yoqda. Savdosini pul bo'lyapti. Savdo 3 milliondan bo'ldi. 3 milliondan. Zo'r, barakasini bersin. 3 milliondan. Qaysi kanal bu? Surxon Shamol aka. Hech yo'q. Ko'p ko'ramiz. Burada ham qo'zilar bor. Bular necha puldan bo'lyapti aka? Qo'zilar 3 milliondan bo'lyapti, qo'ylar 4,5. Qo'ylar 4,5 bo'g'azmi qo'ylar? Qo'ylar bo'g'az ekan. Qo'zilar 3 million dedingizmi? Urg'ochmi? Urg'och qo'zilar 3 milliondan. Zo'r, barakasini bersin. Davom etamiz. Mana bu yerda ham qo'zi bor. Bu necha pul bo'lyapti aka bu? Bu 3 million so'm savdo bo'ldi aka. 3 million savdosi. Urg'ochmi bu? Urg'och. Urg'och ekan. 3 million savdosi. Qisir. Zo'r, barakasini bersin. Qayerdansiz aka? Shu yerdan, Qumqurvondan. Yaxshi, yomon emas. Ona bola qo'zi bor ekan. Shuni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Mana ona bola qo'zi so'raganlarga. Bu necha pul bo'lyapti aka? Bolali qo'y. Bolali qo'y. 45-46 bo'lyapti. 45-46. 4 million 500, 4 million 600. Bolasi urg'ochmi? Urg'och. Bolasi urg'ochi. Qo'ydi yoshi qanday aka? Qo'y 5-bolasi. 5-bolasi. Panjima qo'y. Ha. 5 million bo'lsa beriladi. Tish qanday qo'ydi aka? Tishi pasaygan. Pasaygan-a? Tish pasaygan ekan. Mana. Yaxshi, barakasini bersin. Qaysi kanal? Surxon Shamoli. Oh, mana chuvalam qo'ylar. Qo'chqarlar bo'lsa kerak. Bular necha puldan bo'lyapti aka bular? 33dan bo'lyapti. 33dan ikkitasini. Bunisi-chi? 36. Mana 33dan bo'lyapti ekan savdosi. Zo'r, barakasini bersin. Qora go'shi to'la. Mana qo'zili qo'ylar. Bular necha puldan bo'lyapti qo'zili qo'ylar? 6 million. Qaysi? Mana shumi? Bolasi mana bu. Qo'chqormi bolasi? Qo'chqor. Qo'yni yoshi qanday? 4-5 yosh, chori panji. Chori panji bo'lsa kerak mana. Yaxshi. Necha pul bo'lsa oldi-yapsiz buni? 5 million bo'lsa.
Ha? 5 milyonga bermadik. 5 milyonga bermadingiz. 5 yarim. Yaxshi, mana navbatda aytsin. Buni sal kattaroq. Oldingizmi? Nech pulga oldingiz? 3 milyon 600 ga oldim. 3 milyon 600 ga olinibdi. Mana shu qo'shqarni oldim. Chuvalan qo'chqar, ha? To'lan qo'shqar. Nech kilo ko'rdingiz? Sigana go'shi bor. Nech kilo ko'rdingiz? Ha bu 40 kilodan go'shi bor. 40 kilo? Ha. 40 kilo qilaman ekan, qiladi. Mana bo'ynlar to'la. To'la lekin haqiqatda. Go'shtda bu qora go'sht. Qora go'sht. Go'sht ko'proq. Shunday. Shuni oldim. Shunday, lekin 40 kilo qiyin akalar. 40 kilo juda qiyin. Juda qiyin. Mayli, barakasini bersin. Qaysi sotildi? Shumi? 6 milyon qilyapti buni. Buni 6 milyon qilyapti. Bolasi urg'ochimi buni? Köşede isteyen şöyle iş durmağında çölde tez çıkıyor. Aka, qarang. Kimgadir berib ketadi. Mana yangi otdi. Yaxshi. Barakasini bersin. Men bir kilo go'sht bilan olay. Mayli, davom etamiz. Mana. Qo'chqor qo'zilar. Bular. Nech pul so'rayapsiz? 7,5 ikkalasini. Nech pul deyapsiz? 8 o'rtasida. 8dan chiqasiz. Oh, ana. Mana bular bor. Yaxshi. Odasi yaxshi bo'lyapti. Davom etamiz. Yaxshi, qo'chqor qo'zilar. Aka, bu qo'zilar nech puldan bo'lyapti? 4 dan. Savdasichi? 3,5 savdasi mana qo'chqor qo'zilar. Bu kattasichi? 7. Aytilishimi, savdasimi? Savdo bo'lgani 7 bo'ldi mana katta qo'chqor. Yaxshi, yomon emas. Barakasini bersin. Bu sotildimi bu? Ular Maydasi ketdi. Buni turtmamadi. Nech puldan ketdi baba? 53,5 ketdi. 26. 53 ga ketdi. Bu qo'chqarmi, urg'ochimi? Urg'ochi ekan ikkovlari. Barakasini bersin, 53 ga. Sotilibdi. Zo'r. Ular nech puldan bo'lyapti aka? 47,5 dan bir tekis bo'lyapti, 4 ta. 47,5 dan bir tekis. 4 tasi. Qo'chqor qo'zilar. Voh, quyruqqa beradiganidan ekan. Mana akalarimiz. Yashak. Bir tekis bo'lyapti. Bir joyda nechidan bo'lsa ol dedingiz? Sal bor deb. Sal bor. Yaxshi jazman bo'lsa beriladi. Yaxshi, zo'r, barakasini bersin. Davom etamiz. Mana. Qo'chqorlar. Aka, bular nech puldan bo'lyapti? 6 milliondan savdasimi? Aytilishi. Savdasichi? 5 milliondan so'rayapti aka. Bo'ldi gap yo'q. Bugun chiqadi, mana akamiz olamiz o'zlarini. Davom etamiz. Mayli, bozoringizni bersin. Aka, bular nech puldan bo'lyapti aka? 6 dan savdasimi, aytilishimi? Savdasichi? 5 milliondan savdasi ekan. Mana, qo'chqor qo'zilar. O'zim chiroylab tushirib bosham bo'lgan. Ha, bo'ldi. Chiroyli pishiramiz. Zo'r, barakasini bersin. Bu ham qo'chqormi aka? Bu nech pul bo'lyapti? 7 million. Buni boqish kerak ekan lekin. Buni boqish kerak ekan. 7 million deyapti akamiz. Zo'r. Yo'q, to'sh ko'rib turibman. Qarang, qo'zg'ab ketyapti 2,5 millionga suyak. U nechta go'sht qiladi? Buni aka Nech pul so'rayapsiz? 2600 so'rayapti. 28 ga bermagan men debdi. Urg'ochi? Semizgina qo'zi. Semizgina. Akacha baraka topasiz. Arpiyoq ikkidan berib mana shu. Yaxshi. Barakasini bersin. Yaxshi. Mana katta qo'chqorlar. Aka, bular nech puldan bo'lyapti aka? 6,5 dan bo'lyapti. Savdasi. Ha,
Buni 6,5 bu 6dan buraya berdim. Büyük av 6'dan, bunisi 6,5. Zo'r. Barakasini bersin. Davom etamiz. Mana. Savdosi ketyapti. Nima dedingiz? Nech pul bo'lyapti aka? Nech pul so'rayapsiz-chi? Bo'ldi. Yo, bo'ldi. Buni nech pul bo'ldi? 5 million 600 ming soldi. 5,5 million 600. Zo'r, barakasini bersin. Mayli, charchamayingizlar. Mayli, akamiz qochadilar. Yaxshi. Aka bular nech puldan bo'lyapti? 5 milliondan. 5 milliondan. Mana bozordagi narxlar akalar. Mana katta qo'chqor. Katta qo'chqor so'raganlarga. Voy 1 metr bor. Aka bu nech pul bo'lyapti bu? Nech pul bo'lyapti bu? 8,5. Savdosimi, aytilishimi? Masharasini ham bitta ukamni. Instagramga. Savdosi 8,5. 8,5 bo'lyapti. Katta lekin. Katta lekin. Zo'r. Masharasi bilan olishini. Nech pul bo'lsa olyapsiz buni? 9 bo'lsa ol dedi. YouTube'ga qo'yganlar 10 ming dollar deb. 9,5 bo'lsa. Zo'r. Chori qo'chqor ekan ha. Salgina shoxlaydigan anosi bor ekan. Hunari. Yaqin borsa sal turtaman deganday qilyapti. Mayli o'tib ketamiz. Yaxshi o'tamiz. Aka bu nech pul bo'lyapti aka bu? Siz erkaksiz. 3 million 800. Nechi bo'lsa olyapsiz? 4,5 bo'lsa. Zo'r, barakasini bersin. 6 million qilib o'tirib edim. Mana. Chirib keldim mana. 6 million 500 ming. Men chegam o'tmang, jibam o'tmang. Top-toza 6 million 500 ming. Endi rozimisiz amak? Berasa paray. Ikkalasiga. Bittasiga. Mana shungami? Qisira bu, boqilgan ha. Zo'r boqilibdi. 6 million 500 So'radi. Ertaman aytdim, jurangiz 6,5 amak dedim. Chiqqanga endi men o'zimga nechi kilo ko'ryapsiz? 55 kilo. 55 kilo. Moy ko'p chiqadi lekin sog'liqdan. 60 dan moy ko'p chiqadi lekin. Buni endi to'y po'yga olyapman. To'yga? Yangi yilga, ha. To'y. Yaxshi. 60 kilo. 60 kilodan kam emas deyapti. O'zimiz sab chiqarib ketaman. Qoburg'a yo'q ketgan qoburg'a. Qoburg'a vashim yo'q. Bilqilayapti. Moy chiqadi chaqabi. Mana qo'zilar. Aka bu qo'zilar nech puldan bo'lyapti? Ha? Nech puldan deysiz? Qaysi birini? Buni oldimi? Bunichi? Savdosi nechidan bo'lyapti? Savdosi. 31 savdosi ekan. Mana. Akamiz xijolat bo'lib. Ha, Surxon Shamol aka. Yashang. Aka bu nech bo'lyapti aka? 39 bo'lyapti. 39. Zo'r. Barakasini bersin. Bu shishakmi yo hali qo'zimi? Qo'zi hali. Suyagi yaxshi ekan. Buni olib borib boqish kerak buni. Zo'r ekan. Suyagi katta, mayda qo'zi emas. Yaxshi. Barakasini bersin. Davom etamiz. Aka bu nech pul bo'lyapti aka? 36 bo'lib qoldi aka. 36. Savdosi zo'r. Barakasini bersin. Davom etamiz. Mana. Qo'zili qo'ylar. Aka bu nech pul bo'lyapti bu ona bola? 6 million savdosi ana. Bolan turishini qarang. Qo'yda suyagi bayda, katta qo'y emas. Shunisini ham inobatga olasizlar. Zo'r so'ragan. 6 million so'ragan bo'lsa, lekin juda zo'r so'ragan. Yaxshi. Davom etamiz. Xo'sh, mana qo'ylar ko'p. Qo'zilar bor bu yerda. Qo'zilar nech pul bo'lyapti aka? 2 million 800 dan. 2 million 800 dan. Qo'chqora? Urg'ochi. 2 million 800 dan. Zo'r, barakasini bersin. Davom etamiz. Bu nech pul bo'lyapti aka? 27 so'rayapti. 27. Qo'chqormi, urg'ochmi? Qo'chqor. Qo'chqor 27 so'rayapti. Nech pul bo'lsa ol deyapsiz buni? 29. 29. Barakasini bersin. Yaxshi. Davom etamiz. Uloqchi uloq. 700 so'rayapti. Nechi bo'lsa deyapsiz?
11? Oh, ana. Zo'r, barakasini bersin. Davom etamiz. Mana, qo'chqor qo'zilar. Aka bular necha puldan bo'lyapti? Qo'zilar 3,5 dan sotib qoldi. 3,5 dan bo'lib qoldi. 3,5 dan bo'lib qoldi savdolari. Siz so'rayapsizmi? Nechidan bo'lsa oldiyapsiz? Arzi bozorda endi. Ha, ko'targani. Yaxshi. 3,5 bo'lib qoldi. Barakasini bersin. Mana bu yerda ham bor. Bu urg'ochmi bu? Necha pul bo'lyapti aka bu? 3,5 savdosi. Qisirmi? Ertalab ko'raman. Yaxshi. Shuni ketdi xolos. Mana qo'zilar. Mayda ular. Mayda. Bular necha puldan bo'ldi aka? Bular bir joyda 3 milliondan qilyapti bir joyda. 3 milliondan, aha. Adilla o'zini 33,5. 33,5. Ha, qo'chqormi bular? Qo'chqor. Zo'r, barakasini bersin. Davom etamiz. Yaxshi. Mana. Buni qanday 4 million berdi? Qo'chqorlar. Necha so'rayapsiz? 63. Qaysi birini? Ikkovini 63. Yaxshi. Siz necha bo'lsa oldingiz? 4 million bo'lsa olgan buni. Bunisinichi? Bunisini 3 million 700 bo'lsa Aka shu savdo bormi aka? Aka yetatdim. Yaxshi, mayli. Bozorni bersin. Davom etamiz. Bozorda bugun odam ko'p. Odam. Voh. Mana qo'chqor qo'zilar. Necha pul so'rayapsiz? Olmuş. 66 so'rayapman. Ikkovini 66, 3 million 300 dan. Bor baraka desamiz. Ola barakasini bersin. Ola qo'ygan. Bor baraka degan. Necha pul bo'lsa? 16 olmuş 66. Mana to'g'ri sanab beraman. Bor baraka endi. Bor baraka deng, normal. Uni olay, ber. Bor baraka deb beraman. Indiraman, orasini indiraman. Dinoga boraman. Necha pul bo'lsa deyapsiz? 68 berdi. 68 ha. 68 berdi. 66 so'rayapman. Aka, uni qo'ygan. Savdo pishibdi. Ha, beradi bu akamiz. Hozirroqdan keyin uloqlarga o'tamiz. Mana, ona bola necha pul bo'lyapti aka? 5 million deyapmiz. 5 million deyapsiz. Savdosichi? Savdosi 46 dan qaytdi. 46 bo'lib turibdi. Bermayapsiz. Bolasi urg'ochmi? Erkak. Yoshi qanday ekan qo'ydi? Yoshi ham o'ziga yarasha. O'rta qo'y. Ha, tishi qanday tishi? Mana ko'rsataman sizga. Telefoningizni o'g'irlab turaman. Vo, ana sekin qaytib boshladi-da. Yoshi katta. 6 so'rayapman. Yaxshi. Yomon emas. Sal katilib boshladi. Ko'p emas, sal. Yaxshi, zo'r, barakasini bersin. Surxon shamoli. Mana taka uloqlar. Aka bular necha puldan bo'lyapti? 850 dan. 850 dan bo'lyapti. Savdosi. Siz necha deyapsiz? 1 milliondan oshmayapman. Ko'rasiz. Ha. Voh. Barakasini bersin. Aka bu taka necha pul bo'lyapti aka? 2 million. Savdosi? Voh. Savdosi 2 million. Qancha bo'lyapti? Zo'r. Necha deyapsiz? Barakasini bersin. Necha qoldi? Barakasini bersin. Mana. Qancha bo'lsa berasiz? Nechiga bo'ladi? Akani jinnisi chiqib qoldi mana. Ha bu necha pul bo'lyapti aka bu? Blogerim keldi mana bu yerga. Hali bloger. Bu necha pul bo'ldi aka bu? 2 million so'rayapti. 2 million so'rayapsiz, ha? Bular necha pul deyapti? 23 deyapti. 23. Oh. 2 million o'zi pishibdi-ku savdo o'zi. 23 bo'ldimi? 2 million so'rabdi dedi. Semiz ekan. 2 million toza so'rayapti. 23 bo'lsa olmaydi. Yaxshi. Qaysi kanal? Yomon emas. Surxon shamoli aka. Surxon shamoli. Ana. Menga obuna bo'lgan bo'lsangiz Ha. $100 beraman. Ha, shunday. Bayramga Mana. Zo'r, barakasini bersin. Bu necha pul bo'lyapti aka? Takama bu? Taka. Bu necha pul bo'lyapti? 12,5 so'radi. 12,5 so'rab bermadingiz. Necha bo'lsa deyapsiz?
13 bo'lsa. Barakasini bersin. Mana. Bu yerda ham takalar bor. Aka bular nech puldan bo'lyapti? 18 dan baho qo'yilyapti. 18 dan. 16 dan so'rayapti. Yaxshi boqilibdi mana shunisi. Shunisi yaxshi boqilibdi. Bunisi. Bunisi ham yaxshi, yomon emas. Bunisi ham yaxshi. Savdasi nechi bo'ldi aka? 16 dan bir joyda berildi. 16 dan bir joyga berilmadi. Barakasini bersin. Davom etamiz. Echkilar qatoridan. Aka bu uloq nech pul bo'lyapti? Uloq 1 million qilishdi. Bu takami bu? Taka. Aka uloq 1 million. Lekin zo'r bo'libdi 1 million lekin. 1 million qilishgan bo'lsa, yana ham barakasini bersin. 95 ming. Aka bular nech puldan bo'lyapti aka? Takami bu? Nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsiz? Narsa ham demabdilar akamiz, hech kim ham hech nima demabdi mana bozorda. Nech pul bo'lyapti aka bu? 1 million. Zo'r. Echkilar pul bo'lib qoldi lekin. Topsa bo'ldi. Echkilar, uloqlar nech pul bo'lyapti aka? Ekoni 18 so'rayapti. Egasini o'qing bolalar rasida ko'rasiz. 18 ekon. 1 millionga 1 millionga 800. Bular urg'ochimi? sarkash ular. Ekovi ham. Ikkovi ham sarka. Yaxshi, zo'r. Barakasini bersin. Mana bu taka ekan bu. Bu nech pul bo'lyapti aka? 14 deyapmiz. 14 da. Savdasichi? 12. 12. Oho, ana. Zo'r. Mana bu yerga bitta jinnisini boylab qo'yishdi. Mana. Ya bu nech pul bo'lyapti aka? 2,5. So'rayapsizmi? Bular nech pul deyapti? 3. Bu jinnisimi deyman ha bu? Shoxlayda. Mana. Lekin Kim sotadigan? semirib. Voy. Voy. Yo maya. Yomon ekan. Jinnisi ekan akalar bu. Ikkinchi bola tortib o'ylab turibdi aka. Bu Uradi, yomon uradi bu. yomon uradi lekin haqiqatda ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyot bo'lish kerak faqat lekin. Lekin yaxshi boqibdi. Ha. Boqilishiga gap yo'q. Boqilishiga gap yo'q lekin. Necha kilo ko'rasiz shuni aka? Taxminan 25 dan oshiq. 25 dan oshiq. 25 dan oshiq. Shunday. Shu edi. Shu edi. Bo'yin lekin bor ekan lekin, bo'yinda bor ekan. Bo'yin tap-tukmo. Ha. Semiz. Shapa so'yish kerak deng. So'yish kerak bo'ldi. Bo'ldi. Boshqa Go'shtini gap yeyish yo'q. kerak bo'ldi. Shu. Shunday. Harbin shaqa o'tib olaylik. Bu yomon ekanmi? Mana. Makoniga keldik. Uloqlar nech puldan bo'lyapti aka? Har xil aka arzi bozor so'rayverasiz. Nech puldan nech pulgacha? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Tanishtirda o'zingni. Taniyman. Bu yoq har doim shu yerda. Nereden gapiringa echkilarni. Ular nech pul bo'lyapti shular echkilar? 1 milliondan bo'lib turibdi. 1 milliondan. Ha, 4 ta echki bor. Zo'r. Birdan bo'lib turibdi savdosi. Qochib ham ketgani? Qochgan. Qochgan. Takalarchi, buni takami buni? Ha, taka buni. Bu 1 million bo'lib turibdi. Buni semiz lekin, ha, yangi yilga so'yishga. Semiz taka. 3 ta bor taka. Marasi uloqlar bor keyin, uloqlar. Aha. Uloqlar nech pul? Uloqlar 850, 900 ga. Kaltakadi ham bor. Joy tarazga olib kelib. Barakasini bersin. Zo'r. Uloq ham olib qo'ying. Yegasini. 12 lar Mana. Bu nech pul bo'lyapti bu? Sotilmayman deb uyga qaytaman ya. Nimaga unday? Bilmayman nimaga. Sotilib ketar balki. Qaysi? 800 deyapmiz, bobojon kami bor. 800 deyapmiz, kami bor. Buni qilmaydi. Nech pulga berasiz? So'rayvering aka. 500 ga murojaat bermayman, bobojonim, mehribonim. Kaltaka savdo bo'lyapti mana hozir. Taroziga qancha kelibdi-kan? Ya, живой tarozi odamlar aytgan 10 kilo. 10 kilodan ziyod u. 10 kilodan ziyod deysizmi? Necha bo'lsa qanday? Bir ushlab ko'rish kerak ekan. Nech pul so'rayapti? Bilmayman. Islom necha pul oldi?
Nechi pul bo'ladi? 11 so'rayapti. 12,5 bergan. Nega qarab, deganingmi? Bir mol ber. Bir mol ber. Erkakcha o'zim narxi. Bir mol ber. Ha shuni bu yoqqa haydangda aka. Shuni bu yoqqa haydangda. Kaltakan. Ko'raylikda shuni. Oshna. O'rnak. Eltirpana o'zing. Men bezne kelganman. Yo'q, o'zim bilasan. Shu ko'p bo'lsa shu 12 kiloda. 12 chegini. Bo'lmasa shu 10 kilo. Birdan avur 12 bor. Oshna Bergan. Ya, u darajada lekin semiz emas lekin u darajada. bermasam bermaydi. Ha, buni ol. Jasad ham o'zgarishi bor-da. Ha, buni ol. Barakasini bersin mayli. Bandixonali Chamimol bozori akalar. Va aka nomer ayting. 33 33lik 293 293 1993 1993. Ana uloqni nech pul deyapsiz? 450. 450. O ara. Yenasi yo'q, Dubayga. Yenasi yo'q, sag'ir qolgan. Dubayga ketgan. Dubayga ishlashga. Barakasini bersin. Ana, qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefonlashib, bog'lanib savdo qilib olsalaringiz bo'ladi. Bandixonali Chamimol bozoridan videoroliklar chiqarishga harakat qildik. Akalar bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Film tugadi.